Xo'jayin yangi model emas, keldi mana. Yaxshi. Rangi ham hali mashinalarga o'xshab. Mokriy asfalt ranglari mana. Tushunarli. Mokriy asfalt bo'lsa yaxshi gap so'z yo'q, lekin bizlar o'zbeklar sanariga yaltirab turganlar. Mijoz ketdi. Qarab oling. Bor qarab ol. Вау. Здравствуйте. Assalomu alaykum. Hey. Bo'lish kerak. Menga qarab o'rasizmi? Sizga qarab olishmi? O'y, joningizdan sizga qarash uchun sizni nikohga olish kerak. Shu. Xizmat. Mebel ko'rib kelgin deyishuvdim. Mebellaringiz italyanskiy yoki frantsuzskiy? İtalyanski, fransuski mebel, İtalya bilan Fransiyada bo'ladi, jonidan. Bu yer O'zbekiston. O'zbekskiy istiqlol mebelini ko'rib turibsiz. Xohlasangiz o'tirib ko'ring, xohlasangiz yotib ko'ring. Hozir bir berib kechirasiz. Nima deysan? Allo, ada, oldingizga bitta qiz keldimi? Ha, keldi. Ismingiz nima? Mening ismim Shirin. Kim? Shirin. Totib ko'rish kerak ekan. Allo, ada, Ha? keliningizni mebel ko'rgani yoningizga jo'natuvdim. Kelin? Ha, keliningizni. Xudo o'ziga so'raganingizda shu. Seni ham ortiqcha gap gapiravermadim. Allo. Ha, senga emas, o'zim gapiryapman. Kelin italyanskiy, frantsuzskiy mebel so'rayapti. Men aytyapman, bizda faqat o'zbekskiy. Ya, o'shalarni ko'rsatib qo'ying. Bo'ldi, gap so'z yo'q. Xo'p. Rahmat. Ada, keliniz qaq ketdi. Qaq ketdi. Onasini uyiga ketdi. Keyin uylangandan keyin sen onangnikiga keladi. Xullas kalam, ikkala uyni ham onangni.